Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva qo'y ishqibozlari akalar. Bugun hafta kunimizga yakshanba. Hop, 2025-yil syomkalarimizda Namangan viloyatidan Namangan tumani o'sha arzonchilar, o'ftimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapti. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa qo'yiladi, udorlar bor ekan. Qo'chqorga olib borib shuni qo'shib qo'yaveradigan variantlari bor ekan. Mana qaranglar, bir qar junim bilan turgan yo'q. Haqiqiy qo'y qilib olaman degan aka-uka hojibolarimizga o'ta go'zallaridan kelibdi. Ishqibozlarimiz. Yangi obunachimiz Ilyosbekni xonadonlariga kelganmiz. Assalomu alaykum obunachilar. Ilyosbek, tuzukmisiz? Ha, Qalaysiz? yaxshi. Qo'ylarni xudo xolasa zo'ridan olib kelibsiz-a bugunga. To'rtpakka qo'yiladi, o'ta udorlari chiqadi. Layti bosib tursa bo'ldi. Narx arzonmi? Narxi arzon bo'ladi, bomba bo'ladi narxlar. Xudo xolasa. Hop, birinchi partiyamizga xudo xolasa urg'ochi hammasi. Ilyosbek, mana udor. Haqiqiy mana orqa boshlari ham kelgan, kalla boshlarini ham, quloqlarini ham ko'rib turibsizlar. Tashlashlariga e'tibor beramiz. Garbonuslar ham bor sog'liqda. Qo'chqorda udori bo'lsa, qo'shib sirasi bolani olveraveradigan variantlari. Mana birinchi bolani o'zim olaman deganlarga o'ta tiniq variantlar. Endi bo'ylarini nechiga beramiz Ilyosbek? Buni yoshlari qandaqa? Bir tushuntirib o'tib keting. Yoshlari bunisi endi 4 ga chiqdi Hay. endi. Bu bitta tuqqan varianti. Bu eksiz, bu qizil. Hali tug'magan variant qolgani. Ikkita ko'k shirog'i qo'zi. Qo'zi. Bu ikkitasi qo'zi, mana sal qorantil ko'rinyapti turgani. Bittasi 4 bittasi ekchiken chiqdi, hali tug'magan ekan. Bittasi bitta tuqqan mana. O'zlaring xudo xolasa ko'z bilan kelib ko'rishamasa Ilyosbek lokatsiya beraverasiz. Xudo xolasa o'zlari ukamiz, o'zlari olganlar, o'zlari oladilar. Har doim o'zlari bemalol sotaveradilar. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Xudo xolasa uyga kelib ham olaman desalar ham bemalol kelib ko'z bilan soni ko'p ekan, xudo xolasa olaveradi. Hop, Ilyosbek, buni hamma ishi buni narxida. Bu qo'ylaringiz xudo xolasa yaxshi ekan. Odamga yoqadigan qo'ylarni olib kelibsiz, haqiqiy. Nozir aka bu narxini 5 milliondan demaymiz, 48 dan bo'lsa beramiz. 4 million 800 ming so'mdan. Dastlabki xizmatlarimiz qayerga deb ketdi? Dastlabkilar Toshkentgacha uyoqqa ham bor, kelishilgan holda to'paq qilishaveradi. Bemalol yetkazib berasiz, xudo xolasa. Ha, ozmoz xayrini qilib berasizmi? To'paq bo'lsa ayranni qilib beramiz. To'rovni olishganga To'rovni olsa ayranni qilib beramiz. qanchadan berasiz? Dangal otingchi bo'pti qani? 100 ming so'mni o'tib beraman. 4 million 700 ming so'mdan beraverasiz. O'zimiz vodiyga so'rab qolishsa-chi, Ilyosbek? Vodiyga bo'lsa yana 100 ming so'mni o'tib beramiz. 46 dan berasiz. Yetkazib berasiz to'rovini. Yetkazib beramiz. Layti bosib tursa bo'ldi. Ikkita qo'zisini so'rashganga sotaverasiz, ikkitasini ham. Ikkitani ham sotaverasiz, bemalol. Miniklari bor. Plus minusi kelishilgan holda sotishaveradi. O'zlariga telefon qilaverasiz, o'zlari ishni bitiraveradilar, xudo xolasa. Xo'p, yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Bo'ylarni nechiga beramiz buni? Ilyosbek, 75 oshib 80 atrofida. 80 atrofida, quloqlari ham butun, xudo xolasa. Quloqlarni qaranglar, obunachilar, keng quloq, uzun quloq ekan. Ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ylarni haqiqiy udorlari ekan mana. Orqa boshlari ham umuman osilmaydigan variantlari. Xo'p, yo'masam keyingi partiyalarimizni o'tamiz, obunachilar. Qaysi partiya yoqsa siraz aloqachi. Turgan puldan foyda yo'q. Olib tashang. Narxini ko'ryapsizlar mana. O'ta yengil, haqiqiy sizlar so'ragan variantlaridan. Hop, obunachilar, ikkinchi partiyamizga ona bolani sifatligidan, zo'rodan so'raganlarga 2 dona mana yerigidan ketdi. Mana qaranglar bolasini. Nima deyapti bu? Qo'chqor udori qo'sha olingan ekan. Bolasi ham edi, Yuzlarini qaranglar. Quloqi o'ta uzun, haqiqiy kelishganlari. Jonivor mana 2 dona. Mana orqa boshlari umuman osilmaydi. Mana katta bola buniki dedingiz-a, Ilyosbek? Qizildagi katta bola. Mana Kichkina. mashinaki ekan. Katta bola. Qo'chqor. Ikkovi ham qo'chqor-a bolasi? Mana qaranglar, haqiqiy ayridumba mana. O'ta go'zalidan ishqibozlari bo'lsa, yeb ichishlar xudo xolasa yaxshi ekan mana. Hop, nechinchi bolalari Ilyosbek bular? Nozir aka mana o'sha arda Mana. ketyapti, qo'zi hali. Qo'zimi bu jonivor? Bu hali qo'zi ekan. Mana qaranglar, qo'chqor-a bolasi? Bolasi
sifatiga gap yo'q. Mana qaranglar. Haqiqiy ishqibozlari bo'lsa, sirazi aloqaga chiqaverasizlar mana. Zo'rudan boqaman deganlarga mana. Birinchi bolasi ekan. Bunimiz-chi, Ilyosbek? Bunisi endi 4 chiqdi. Endi 4, ikkinchi bolasi. Ikkinchi bola. Xudo xolasa buni qo'shib qo'yaveradan bu qopda qo'chqorga. Ha, qo'chqor. Qo'chqorga onasini qo'shib qo'yib. O, bolasini qaranglar, qulog'ini, uzunligini, tashashini qaranglar, quloq tashashlarini. Bunga ham qo'chqorni udori qo'shib olingan ekan. Garbonus ham normalniy holat. Ideal holatda qo'ylarim. Ona tutayapti. Haqiqiy mana qaranglar, simjunidan zo'ridan ko'paytiraman degan ishqibozlar bo'lsa, sirazi aloqaga chiqaveradigan yerda mana. Tavsiya qiladigan qo'ylar ekan mana. Ilyosbek ukamizdan. Mana. Mana qaranglar, sifatda. Hop, Ilyosbek nech puldan berasiz? Qanday alohida narxmi yo ikkovini birdaniga aytasiz? Hop, bu qo'zimiz tishini ko'rsatib qo'yasizmi? Qo'zi deyapti, juda yirik ekanda. Realni ko'rsatib qo'yaylik buni. Mana. Hali qo'zi ekan. Yonuvar, mana qaranglar, yirikligini. O'ta udor. Bolani bitta o'shancha bolani ko'raylikchi. Mana qaranglar. Birinchi bolani qarang. Birinchi bolani, mana yuzi oq, qo'chqor zo'ri qo'shilgan ekan. Obunachilar, ishqibozlar bo'lsa aloqa. Nech pulga berib beramiz? Ilyosbek, bu narxidan gaplashaylik. Qarang mana. 78 ga beraman buni. 7 million 800 ming so'mga. 800 ga. Bunisini 7,5 ga beraman. Sal tushib kelishtirib bering. Narxidan. Qancha tushib berasiz, qani? Aytingchi. Dangal. Qo'ylaringiz zo'r, xudo xolasa. Mana uzoqroqdan ham olib beraman, obunachilar. Yurish-turishlari ham xudo xolasa muammosi. O'zlari hal qilib, o'zlari ukamiz o'zlari oladilar, qo'ydi, o'zlari sotadilar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Qo'ylar udor haqiqiy. Hop, Ilyosbek nech pulga tushib berasiz? Sal kelishtirib bering, sizdan baraka topsin, ha? Buni 7,5 ga beraman. 7,5 million so'mga uylariga yetkazib berasiz, ha? Dastlabkasi bilan yetkazib beraman. Buni 73 ga dastlabkasi bilan yetkazib beraman. 7 million 300 ming so'mga buni yetkazib berasiz. Vaqti bo'lsa Ikkovini bir yerga olshaman desachi, qancha tushib berasiz? Ilyosbek? ikkalasini bir joyga olaman desa ham tushib beramiz. Tushib berasiz, ha, xudo xolasa. Mana ishqibozlari bo'lsa, sirazi aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar, narigisini o'sha qo'chqorni yaxshisi bo'lsa, yana qo'shib qo'yaveradigan yerga kelib qolibdi o'zi, xudo xolasa. Mana udor, haqiqiy tavsiya qiladigan qo'ylar, narxini ham ko'ryapsizlar. Bunaqalarda to'g'risi chiqarib olishib, normalniy pul qo'yishyapti mana. Qo'ylar udor, haqiqiy sizlarga tavsiya qiladigan. Turgan puldan foyda yo'q. Olib tashang, xudo xolasa orqasidan normalniy foydalaning. 1-2 qo'ra qilib bering, xudo xolasa, yarim yil ichida. Mana qo'ylar udor, haqiqiy ishqibozlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar qo'y udor. Sizlarga tavsiya qilaman mana shunaqa qo'ylarni. Narxi ham o'ta yengil bo'ldi. O'zlaring ko'rdilaring, haqiqiy qo'y qilib ko'paytirib yuradigan variant ekan. Hop, hurmatli obunachilar, keting partiyamizga to'xludan so'raganlarga mana qo'zilaridan. Mana qaranglar, sifatli o'ta udor. Quloq boshlari ham butun uzun quloq, haqiqiy sortovoydan, zo'ridan ko'paytiraman deganlarga mana bir dona idil, 2 dona idilboy ekan, bir dona arashan variantidan, simjunidan mana ishqibozlar bo'lsa mana. Ponni razrez umuman osilmaydigan variantidan. Hop, Ilyosbek necha oylik qo'zilar endi bular? Bular bir 6-7 oylik qo'zi. 6-7 oylik, ha. Mana uzun oyoq qo'llari ham baquvvat mana. Qo'y qilib olaman degan aka-ukalamizga stoykalar ham udor turishlar, qaranglar, yuzlari ham o'ta chiroyli ekan. Haqiqiy ishqibozlari bo'lsa mana uzoqroqdan ham beribman. Hop, yeb ichishlari yaxshi, xudo xolasa. Bo'ylarni nechiga beramiz gideta? Bo'ylari 70 plyusga olishaveradi. 70 plyusga. Mana qaranglar, haqiqiy xudo xolasa sezonda qo'chqorni yaxshi bo'lsa qo'shib qo'yib bolani olib yuraveradigan variantlari ekan. Garbonuslar ham joyida, xudo xolasa mana. Ko'ringlar. Garbonus ham joyida mana. Ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nech puldan berasiz Ilyosbek bu uchovini bir yerga bo'lsa? Bir joyga olsa 4 milliondan beraman. 4 million so'mdan. 4 million so'mdan. Kamichi? Kami 100 ming so'mni o'tib beraman. Tutpon qilsa. 100 ming so'mdan. Qayerga dastlabki qilib berasiz? Toshkentgacha. Toshkentga. Undan yo'q kelishilgan oldi. Kelishilgan oldi. Tutpon qilishaveradi. Xudo xolasa ish bitadi. O'zimiz vodiyga so'rashib qolsa-chi? Yana 100 ming so'mni o'tib beraman. 3 million 800 ming so'mdan berasiz, ha? Xudo xolasa mana. Obunachilar 3 million 800 ming so'mdan mana uylariga qo'y yetib bor ekan. Ha, quloqlarni qaranglar. Iteta qulog'i bir 19
Pilyusmi o ikkitasiniki 10-12 biri shu 19 chiqib qoladi. O 2-12 20 ga davr bor mana. Butun ishqibozlar bo'lsa mana bunaqalariga maza qilib boqib bolani olib yuradigan variantlari. Hop, bitta qo'yib yuboraylikchi, yurish turishlarni ham ko'raylikchi. Qani? Bitta qo'yib yuboraylikchi. Xudo xolasa qo'ylar mana udor. Yurish turishlarda ham muammo yo'q. Uyga borgan ekan yedirib ichirib olishaveradi. Ha, yedi. Bemalol, Ha, xudo xolasa mana. Borgandan Qo'ylar keyin qaranglar. pul sanab berishaveradi. Mana gap yo'q. Yetkizib beraveradilar. Bemalol chiqinglar, xudo xolasa qo'ylar udor. Hop, keyingi partiyamizga ham bormi Ilyosbek? Keyingi partiyalamizga 3 ta qo'chqor bor. Qo'chqor ham bor, ha? Oxirgi partiyamiz. Bo'ldi. Yo'masam keyingi partiyalarimizga o'tamiz obunachilar. Bunga ham ishqibozlari aloqa chiqaraverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga qo'chqor so'raganlarga mana udorlaridan chiroyli qilib sezonga junni chiroyli qilib olib qo'yishibdi mana. Qirg'iziston Bishkek qo'chqorlardan so'raganlar. Mana qaranglar, quloqlarini uzunligini, jonivorlari o'ta go'zalidan, zo'ridan boqaman deganlarga. Haqiqiy udorlardan ekan. Hop, Suyaklari yaxshi. yosh oyliklarichi? Ilyosbek Yoshliklari 8-9 oyga turadi. 8-9 oylik atrofida. Mana qaranglar, yeb ichishlari yaxshi, xudo xolasa. Bir hafta garantiya. Mana ayrodumba hammasi umuman osilmaydigan variantidan. Mana hammasi qo'chqor. Ev nuqsoni yo'q. Bemalol, yedirib, ichirib ko'rib olishaveradi. Ha? Xudo xolasa, oyoq qo'llari ham mana baquvvat, normal holatda, ideal holatda turibdi. Ishqibozlar bo'lsa, bunga ham sirazi aloqaga chiqaraveramiz. Qo'ylar o'sha Namanganda, Tepaxo'rg'onda turibdi. Zo'ro'dan. Xudo xolasa bular vazn 170-160 ga boradigan vaznga ega bo'ladigan qo'ylar mana. Bo'ylari ham 1 metrga davr boradi, xudo xolasa. Ishqibozlari bo'lsa qanaqa variant bilan turgan puldan foyda yo'q. Olib tashlang, xudo xolasa pulingizni o'stiring. Normaldan qo'yga qo'shgani ham bo'laveradi. Ozgina yoshiga yetib olsa bo'ldi mana. Urug'likka ham. Quloqlarini ko'ryapsizlar? Quloqlari o'ta uzun ekan. Jonivorlar. Hop, narxini Ilyosbek necha puldan beramiz bularni? Narxini Toshkentgacha 48 dan, Vodiga olsa bo'ladigani 46 dan qilib beramiz. 4.600.000 so'mdan yetkazib berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaraverasizlar. Mana yurish turishlar ham xudo xolasa muammosi yo'q. O'sha sizlar so'rayib turgan qo'chqorlardan mana, udorlaridan. Hop, bu so'nggi partiyamizda Ilyosbek. Ha, so'nggi partiya. Hop, videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalarning chorvalaringga Alloh barak bersin. Aynaqa sifatli qo'ylar hammani uyda 100 yosh, 200 yoshdan bo'lib ketaversin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga chiqarishda davom etamiz.